Hürmetli vatandaş, bugünkü şiirlerimiz ve vaziyetimiz doğrusu da şiirlerimiz, belli şiirlerimiz bugünkü islaha 2025 yıl 9. ayının 7. günü yaptık. Yakşembe vatandaşlara. Yakından bir iki işlemezsen 9. ayının 3. günüzün başlap Rusya Federasyası Prezidenti Vladimir Putin bilen Cumhurbaşkanı Reis Xi Jinping Harbiy paras qatnashishdan burun maydonda mengib kelib etib, yana teammir avoqiga chiqadigan nuqtaga kelgan vaqtda qilgan so'zi dialog. Yani 150 yoshga kirish navbatda insoniyatni ichki organni ko'chirishdan taraqqiyoti va uning rivoji odamlar bundan keyin texmi yashaydi, uzun umr ko'radi. Burungi zamonda 70 yoshga kirish degan qiyin gap edi. Bugün 70 yoshlik odamlar tahi kichik bola deb qaraymiz. Bundan keyin odamlar 150 yil umr ko'rdi. Degan bu gaplarni dialoglashib so'zlagan so'z hozir bütün dunyoda vatandaş, bütün dunyoda nayta halqiliq bir xabarga shundaqla gumon qo'zg'aydigan xabarga. Gumon qo'zg'aydigan deganda sen İçki organ a'zolarini elib setib yoki operatsiya orqali bu badandan o badanga ko'chirib ishlarni qiladi ekansan, manbalardan keladi. Masalan, ichki organizmning manbai nima? Hozir Xitoy xalqaro jamiyat o'tirib qo'yilgan bu savoldan dodoqlashga boshladi. Endikishga başladı, ensirashga başladı. Agar Xitoyda shunday huquq bor. Yani o'zining vujudi o'ziga bergan shunday huquq bor. Masalan, nimani xato qilganligini tanib yetib va nimani to'g'ri qilganligini bilib yetib, mushu masala ustida shunday andisha qiladi va shunday ensiraydi. Deyiladigan bo'lsa, vatandoshim, hozir Xitoy özünün içki kısmıda ve halkara cemiyetki besim aldı da. Sual sorakla besimi aldı da. Yukarıda gümani sual sorakla besimi aldı da. Temtirep kalgan, özünün enzirep kalgan bir hakimiyet. Siyasi sistema, siyasi hakimiyet kaylandı vatandaş. Sen 150 yaş hoş, buna deyin ki içki azalarını köçürüş terakkiyata özlüksüz kemiydi, köpüydü. Adamlar 150 yıl yaşaydı dedim. Demek sen hazır vatanda yoki Cumhur vatanida, yani Xitoy davlatida kimning ichki a'zolarini manba qildi. Biz buni so'zlab kelyapmiz, siz ham Uyg'ur vatandosh, bugun bu ichki a'zolarni ko'chirish, setish, bir badandan ikkinchi badanga yetkash hozir Uyg'urlarga markazda Uyg'urlarning elinde Uyg'urlardan kesildi, yurak börek Uyg'urlar bunun qurboniga aylandı vatandosh. Bu halaki genocide, soykırımning ikkinchi bir xil shakli. Mesela türmelerde aç koyup öldürüş, okul verip öldürüş, ölüm cezası verip öldürüş, türmelerden elbet çıkıp öldürüş. Buna sırtada elip berilatkan kırgınçılık, yani muşu şekilde, içki azalarını köçürüş şekilde elip berilatkan kırgınçılık dağa toxtuğunu yok vatandaşım. Şunu şu doğruda ilan qilgan, ko'proq teşviqot, targ'ibot qilgan va yoki mushu video filmni elib dunyodagi yana cho'ng kanallarga, televiziya stansiyalarga tarqatgan Angliya agentligi Reuters. Hozir Reuters agentligiga Xitoy hukumati besim ishlatib programmadan bu video filmni programmadan chiqarib etishini talab qildi vatandosh. Şunun bilan ben bunun hayranman vatandaşım, aldığımızda ötüp ketken cuma günü Angliya agentligi, Reuters agentligi bu film, video film, 4 minutlik video film Vladimir Putin prezident, Cumhurbaşkanı Reis Xi Jinping ikisinin o'rtasidagi dialog ishlangan 4 minutlik video filmni amaldan qoldirdi vatandaş. Ben bunun hayran. Reuters agentligi erkin devletinin, yani Angliya'nın agentligi
Dünyada muşundaq ciddi mesele bu tuyuluvatkan, otturu çıkıvatkan muşu meselede birinci bop Reuters çekindi dese, buna kim işin deş kim işenmeydi vatandaş. Lekin işensiz işenmesi de bu Allah kaçan reallık aylan buna da aceplendi vatandaş hem. Hem bunu biz Reuters agentliğin tanqitlaş pozisyası durmaz vatandaşım. Çünkü buna mənbə qılınğan Uyğur degan milletning a'zosi bas, milletimiz, vatanimiz Uyg'uriston, milletimiz Uyg'ur, Uyg'urning jeni ve onun hayatı ko'ngil bo'lish uchun yashab keldik. Mushunda ishlab keldik, ham bijondillikni, ham astoydillikni, ham surishti qilishni, ham dunyoviy miqyosdagi tashviqot, targ'ibot masalalarida Uyg'urga munosabatlik qandaq foydali xabarlarning bor ekanligini izlab turish va unga baho berish, ko'ngil bo'lish bu bizning majburiyatimiz. Vatandosh, men shunga hayronman. Bugun Reuters agentligi nima ishga amaldan qoldirdi? 4 minutlik video film. Prezident Vladimir Putin bilan Jungoning raisi Xi Jinpingning dialogi vatandosh. Biz aldığımız sözlerimiz nima dedik? Cevap verdiği vaqt keldi Uyg'ur meselesiga. Meyli Prezident Vladimir Putin Rossiya, meyli Jungnanxay Jungo bu cevap verdiği vaqt keldi. Çünkü xalqaro mesele bo'lib chiqdi. Uyg'ur meselesi qirg'inchilik bo'lib chiqdi xalqaro. Kishilik huquq bo'lib chiqdi xalqaro. Bu davlat qurgan bir millat ekan degan xabar bilan chiqdi xalqaro. Uyg'ur bugun endi soyqirım bu 2021 yil 1-oyning 19-kunidan boshlab shu vaqtga Prezident Donald Trumpning davlat ishlar kotibi, sobiq davlat ishlar kotibi Mike Pompeo'ning og'zidan chiqishi bilan bugungacha soyqirım. Amerika Qo'shma Shtatlar hukumati buni davomli takrorlab kelyapti. Hech qachon kayniganga yo'q vatandaş. Onun üstüne muşu qatam ko'dingiz sizga yetkazdik vatandoshim. Muşu mesele Vladimir Putinning Xi Jinping bilan elib borgan dialog o'tirg'i chiqqan birinchi va zarba bergan yoki birinchi va tanqid qilgan kishi, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlarining 3-qo'lli rahbari, Amerika Qo'shma Shtatlar Avam palatasining boshlig'i Mike Johnson. Yovuzlik dedi Mike Johnson. Vladimir Putin bilan Xi Jinpingning dialogi yovuzlik. Anandaki olvastılar qiladigan so'z bu, olvastılar ishlaydigan ish bu dedi vatandaş. Nahati yo'q bir tanqid shaklida boshqa davlatning, ya'ni mustabid davlatlarning Prezident Vladimir Putin Rossiya Jungnanxay Xi Jinpingning so'zlariga ana shundoq baho berdi. Shundoq ahvol ostida bugun men hayronman. Nima ishqa? Angliya Reuters agentligi buni amaldan qoldirdi. Gap mana shu yerda vatandosh. Gap mana shu yerda. Bugun sizlar avval bir qisqa xabarlarni anglanglar. Undan keyin oxirgi mavzuga ko'chamiz vatandoshim. Bugun nima deydi qisqa xabarlarda qarang. Jungo.com partiyasi Rossiya bir desa bitamdi. Ya'ni qachon axborot yetmasa 9-oyning 6-kuni YouTube. Yana bir xabar dal joyida oshkorlandi. Xi Jinpingning qoriniti Amerika urush yorlig'i yo'lladi. Shanghai yig'ma xabarlari, ya'ni Hong Kong yig'ma xabarlari 9-oyning 6-kuni YouTube. Yana bir xabar Jungo.com partiyasi urush e'lon qildi. Voqealarning taraqqiyoti intayin eg'ir. Prezident Donald Trump zarba berdi. Asli mavzu Jungo Amerika va Yevropa ittifoqiga urush e'lon qildi. Jungo Amerika va Yevropa ittifoqiga urush e'lon qildi. Voqealarning taraqqiyoti intayin eg'ir. Prezident Donald Trump tuyuqsiz harakat qo'zg'adi. Jungo.com partiyasi chet el matbuotidan 150 yoshga kirish hamxiyollarni o'chirishni talab qildi. 150 yosh kirish hamxiyollarni yuqorida aytdik-ku, shu video filmni o'chirishni amaldan qoldirishni talab qildi. Umid Sadosi 9-oyning 6-kuni YouTube bu mazmun yuqorida so'zildi vatandosh.
Endi yana bir xabar. Jungo, Rossiya, Çavuşen qor tizimlikka ilindi. Prezident Donald Trump mustabid davlatlarga qo'l silishga davlat ishlar katibi Marco Rubioga huquq berdi. Asli mavzu Amerika qattiq qo'l soldi. 7 mustabid davlat eğer imporga qilishga duch keldi. Aqsaray mundaq ko'rsatdi. Murassaga uri yo'q. Faqat oqibat bo'ladi xolos. Mana chiroyli gapga vatandosh. Aqsaray mundaq ko'rsat. Murassaga uri yo'q. Masalan, shu mustabid davlatlar va ya boshqa. Murassaga uri yo'q. Endiki so'z oqibat. Oqibat yuz berdi xolos. Boshqa gap yo'q. Ümit Sadasi 9 ayının 6 günü YouTube vatandaş. Yani bir xabar ekranda. Amerika, Jungo, Çavuşa, Rossiya, Koriya devlet başlıkları bir yerge cem bulamdı. Bu sual şekilde koyuluptu. Şu 10 ayının ahırında Koriyada Asya, Tinçokyan iktisadi hemkarlık jığın etildikken bu jığını Xi Jinping kiledikken Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin kiledikken hazır Amerika Koşmuş Ştatlarının prezidenti Donald Trump'ın bu yığının katmışıdığalığı doğrusu da haber var ki vatandaş. Şuna bula yani bir yerde cem bulamdı, birbiriyle görüşemdi de şunda sual koyuluptu. Bu ne? Abdurrahman Ümit Sadası TV 9 ayının 6 günü YouTube. Yani bir haber vatandaş Prezident Donald Trump. Jungo zulmetlik devlet hep görsetti. Amerika karıştırdıgan devletler ihtiyat kıl öndeş belgesi. Hindistan korkuşka başladı. Jungo Rusya bilen münasebetini ciddi ajrattı. Demek hazır Hindistan korkup Jungo bilen boğan münasebetini ajrattı. Rusya bilen boğan münasebetini ajrattı. Çünkü qarab turun ha. Hindistan'a koyulgan 50%'lik tamoyni beji Hindistan hudu köpeğini köter. Amerika'da bazarga çıkan şirketlerini köter. Senin Amerika bazarına kiriş hukukun yok degen manada gapga vatandaş. Şu derecede eğralet kildigan gapga. 50%'lik tamoyni beji Hindistan'ı şu urunu şurup koyduğun gapga vatandaş. Şuna ziyar Hindistan korkuşka başıldı. Rusya bilen bulgan münasebetini, Jungo bilen bulgan münasebetini üzüp taştı dedi. Yani bir haber. Jungo Kompartiyası Reuters agentliği besim işletip 150 yaş ömür görüş planı. Doğrusudaki video filmini programından çıkarıp taşlaşın talep kıldı. Yok orada tüketenler. Caco Changtae-gong doğru 9 ayının 7. günü YouTube. Yani bir haber Mingyujiang Tayvan'lık siyaset profesörü. Tayvan Üniversitesi'nin siyaset ve tarih profesörü. Efendim mındak dedi. Gayri bir ahval. Siyasi özgürlük kürsüsü. Urum boştuş oldu da turdu. Demek bir yerde ahval başkaça. Jungo'da siyasi özgürlük 101 mümkünlüğü ve vaziyeti. Muşunun harpısı da Reis Xi Jinping istifa verirdi. Yani orunu boştudu. Siyaset, iktisat aldığın sepi 9 ayının 7. gün YouTube vatandaş. Bak söz gör, mesele aylandı. Yani bir haber. Dedik o başta. İşte devlet rehberinin diyalogu adam organizmini kesip eliş ve ikinci bedenge yötkeş doğrusudaki haber bugün endek bek söz görüp mesele aylandı. Beijing bu programını üçünü bitiş doğrusu Reuters agentliği besim işletti. Söz yapıldı o vatandaş. Bu haber 9 ayının 7. günü Venvit orbiti ilan kılındı. Ama o yazmış şekli vatandaşım. Anladın. Xi Jinping, Vladimir Putin adamın içki organlarına operasyon kılıp köçürüş ve uzun ömür görüş doğrusu diyalog video plan bütün dünyaya tarqaldı. Reuters agentliği Xi Jinping ile Vladimir Putin'den adamın içki organlarına operasyon kılıp köçürüş.
ve uzun ömür ko'rish doğrusu diyalog video filmni programmadan chiqarib tashlashni talab qildi. Chiqarib tashladi, kechiringlar. Reuters ilojisiz o'rinda turib mundaq ko'rsatdi. Jungo Partiyasi Merkezi Televizya Stansiyasi besim işletip Reuters bu filmni ve programını işletish qonunluq huquqi ve kenişkisini amaldan qaldirish lazım. Amaldan qaldırdı. Reuters o'zining fikri amaldan qaldırdı. Reuters 9 ayning 5 kuni mundaq e'lon qildi. Jungo Merkezi Televizya Stansiyasi Reuters'ning 4 minutlik video filmni ekranda qo'yish huquqini bekor qilishni talab qildi. Ve qonunluq kenişkini amaldan qaldırdı. Reuters bu filmni haftanın 5 kuni programmadan qaldırdı. Bu video film Rusya Prezidenti Vladimir Putin bilan Jungo'nun reisi Xi Jinping o'rtasida bo'lib o'tgan dialog. İki davlat rahbarining insonlarning 150 yoshgacha ömür ko'rish mumkinligi to'g'risidagi dialog suhbatni o'z ichiga oldi. Xi Jinping rus tili tarjimoni orqali mundaq dedi. Bironayt az odamlar 70 yil ömür ko'radi. Hozir endi 70 yoshga kirganlar bir kichik bola bo'lib qoldi. Tercüman ki Vladimir Putin'nin bir abza sözünü tercüme kılıp verdi. Bu sözü de Vladimir Putin mundaq dedi. İnsaniyetin içki organizmin özlüksüz operasiya kılıp yötkeşki buludu. Adamlar barğan sürü yaşıyordu. Hatta uzun ömür körüdü, keyremaydı. Hem de bu filmde diyalog söhbetinin keyniden qaqaqlab, külgen külki ovozi keldi. Kimga qaratib kulyapti da? Prezident Vladimir Putin bilan Jungo'ning raisi Xi Jinping kimni masxara qilyapti da? Prezident Vladimir Putin bilan Jungo'ning raisi Xi Jinping bu ishga davlat rahbari, masalan, alayli Prezident Vladimir Putin 2002 yil 2 ayning 24 kuni Ukraynaga tajovuz qilib kirgandan tortib hozirgacha Rossiya tarafdan tamam 1 million Rossiyalik yosh bolalarning jiniga zamin bo'ldi vatandosh. Shu urush Ukrayna maydonida kurash. 1 milliondan ortiq Rossiya yoshlarining jiniga zamin bo'ldi. Ondan boshqa Ukraynaning qurbon bo'lganlari, vafot bo'lganlari qanchalik balki uningda oz bo'lishi mumkin, ya'ni shu son yetib 2 million Ukrayna, Rusya halk yaşlarının jeniga zamin bo'ldi. Biz bularni masalan Xi Jinping Ukrayna urushini qo'lladi, Rossiyani qo'lladi, turli yo'llar bilan. Masalan, avomni ishlatishga bo'ladigan, harbiy qismni ishlatishga bo'ladigan qurol-yarog'lar va moddiy buyumlarni Rossiyaga o'tkazib Hem Rossiya Jungo o'tirsa banki munosabatlar orqali Jungo'ning Rossiyani pul bilan ta'minlab turdi vatandosh. Shundaqla Rossiyaning xam neftini setib olib, ham Rossiyani tashqi provod bilan ta'minladi vatandosh. Qisqasi, Jungo Partiyasi Rossiyaning Ukraina qaratgan urushini qo'lladi. O'xshash ikki mustabid davlat, siyosat nuqtai nazardan har ikkisi mustabid davlat. Bularni biz Uyg'ur tarzi nima deymiz? Uyg'ur tilida vatandoshim xo'rdor. Odam o'ltirishga xo'rdor bo'lib ketgan mustabidlar. Mana shunday zamonda turgan, shunday odamlar hozirgi dunyoga tonunib bo'lgan odamlar endilikda ichki a'zolarni ko'chirish, ichki organizmni operatsiya qilib, bu badandan, sog' bir badandan, hatto bolalardan, yaslidagi bolalardan, yotoqliq maktabdagi bolalardan ilingan yurak, o'pka, jigar qatorliq ichki a'zolar, nazarband Uyg'urlardan ham shunday ilingan öpke, ciğer, qatarlıq ichki a'zolar. Bularning hammasini xaridarlarga, o'zlari topgan xaridarlarga, dunyoning har qaysi joylaridan kelayotgan xaridarlarga o badanda elib bu badanga selib milyardlagan dollarni topdi vatandosh. Demak, bu Uyg'urlarni tarix turg'izib operatsiya qilib, onun ciğerini, böğrüğünü, şüpheti köçürüp, yana ikinci bedenge olağıca.
Hatta bula öldü mü, ölmedi mi de plastik ne içi bilen selep öpküsünü, ciğerini, böğrünü tekşürüp görüşler. Amerika Avaz Radyosu birge haberini bizler yetkizdik vatandaş. Moşu günlü Uygur kilovat görüvatıdı. Moşu günkü Rus bilen Xitay birleşip Uygur'unu moşu günkü kaldırıvatılar. Çünkü Uygur meselesi Xitay'ın müstemliki bulup kalış. Tek etkandı Rusiyalikten. Stalin'in işi vatandaşı. Bugün hem yana nimi devatıdı kreş. Soykırım devrinde Uygur'da kırgın kılıvatkan devrinde işki azalarını köçürüşünü, yötkeşi sertişini, terakkiyat degen sözülen Prezident Vladimir Putin kollavatıdı. Ukrayna vuruş meydanını Jungo kollavatıdı. Birbirini muşu sahada, muşu noktada iki devlet kollavatıdı vatandaş. Şimdi kollavatıdı vatandaş. Kızıkarlayak bir taraf şehirdi ki devam vatandaş. Bu video film İkinci Dünya Uğraşı ahırlaşkanlığının 80 yıllarını hatırlaş. Her bir parat murasımı tarqaldı. Hem de Jungo televizyon stansiyası, yani Merkez Televizyon Stansiyası'ndan ruhsat kılışığı erişti. Lekin şunu dinken Jung'dan hay larziga geldi. Ve bu video filminin tesirini derhal yok için talep kıldı. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi Avam Palata Başlığı Mike Johnson muhbirlarga mundaq ko'rsatdi. Biz Jungoning nurg'ulg'an qo'rqinchli odam organizmini operatsiya qilish orqali ko'chirish hikoyalarini anglab turyapmiz. Bu ishki odam organizmini ixtiyoriy taqdim qilganlik emas. Yani bu deganlik mecburlab elingan ishki organizm, ishki a'zolardir. Belki mecburlash bilan erishilgan odam ishki a'zolardir. Avvalida dedi, yovuzlik. Olbosta qiladigan so'z ibora va olbosta qiladigan harakat. Ondan oxirida bu hargiz ixtiyoriy elingan ishki a'zo emas. Bu yovuzlik bilan mecburlangan ishki a'zoga erishish. Navbatda, endi muxbirning gibi Vladimir Putin bilan Xi Jinpingning bu dialogi xalqaro jamiyatda g'ulg'ula va odam ishki a'zolarining kelish manbai to'g'risida cho'nqor gumonlarni qo'zg'adi. Hozir xalqaro jamiyatda shunday kengaydi. Endi Reuters uni programmada chiqarib o'tgan holatdami? Xalqaro jamiyatdagi bu xabarning ta'siri intayin cho'nqor. Yana davomli cho'nqorlashida vatandoshlar. Çünkü hazır bir tügün, bir mesele. Neymiş ki Prezident Vladimir Putin muşundak dediği, muşundak peytte, neymiş ki Jungo Kompartiyası reisi Xi Jinping diyaloglaştı Prezident Vladimir Putin bilen muşundak peytte. Demek Amerika köngül bölüp atkan peytte Uygurlar kişilik hukuku ve genosoidi umumi kırgın soykırım degan meseleге Amerika köngül bölüp atkanmışındak bir peytte Jungo Rusya rehberleri neymiş ki bu diyalogunu elip çıktı. Ben xulos qilib chiqardim vatandoshim. Xalqaralaşkan Uygur meselesiga Rusya taraf mı cevap qaytarishi kerak? Jungo taraf albatta cevap qaytarishi kerak. Endi bu qatim bular cevap qaytardi. O'zgargan shaklda, ya'ni Xitoy tilida bianshan şekli özgergen halda cevap qaytardı. Yani davamlı bastırışı ta'kidlash asosida cevap qaytardı. Ben bu diyalogni Prezident Vladimir Putinning Uyg'ur to'g'risida chiqargan javobi Reis Jungoning Reis Xi Jinpingning Uyg'ur meselesiga bergan javobi deb sizlarga so'zildim. Bugun endi xalqaro jamiyat Reuters'dan tarqitishi bilan butun dunyo hozir bundan xabar topdi vatandosh. Eng oxirida endi sizlarga qisqa xabar shaklida bir xabar shuni anglang. Prezident Donald Trump Amerika Qo'shma Shtatlari 200% tamojna beji qo'yish. 200% tamojna beji qo'yish. Tamojna beji orqali Jungoni gumron qilamdi. Jungo tashqi ishlar bayonotchisi
Dedi ki biz allakaçan tayyorlanıp koyduk. Hazır demek Amerika Qo'shma Shtatlari endi barliq suhbatlar, barliq tartibli gaplar. Masalan, Arliqda 3 qatim suhbatga o'tadi-ku. Natija yuz bermagandan keyin oxirgi qaror Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump Jungo 200%lik tamojni bejo qo'ydigan bo'ldi. Chao Gongfang Torbite. 9-ayning 7-kuni. Baş nima dedik? Hindistonga 50%lik tamojni bejo qo'ydi. Demak, Hindiston Amerikaning bozoridan chiqib ketishi kerak yoki Hindistonning Amerikadagi bozori taqilishi kerak. 50%lik uchunmi? Shunday xabar keldi bugun. Şu hozir Hindistonning Modi apandi o'ltiramay qoldi. Aldirab tinib, Rossiya bilan bo'lgan munosabatni uzib tashladi. Aldirab tinib, Jungo bilan 9-ayning 3-kuni o'rnatgan munosabatni 9-ayning 7-kuni uzib tashladi vatandosh. Amaliyotda Modi Hindistonning harbiy parad qatnashmay shu kunila, ya'ni Shanxay hamkorlik tashkilotining Tianjin xitobnomasini e'lon qilib bo'lgandan Yaponiyaga mangan edi vatandosh. O'tiribmi hozir ikki davlat bilan bo'lgan munosabat uzildi. 3 davlat munosabati Hindiston, Jungo, Rossiya tamam. 4 kun ichida tamam vatandosh.